Assalomu alaykum obunachilar. Yana xudo xolasa navbatdagi ikkita zakaz prinsipimiz tayyor bo'ldi. Bu Hasan Husin xudo xolasa ikkisidan bir xil razmerda. Eni 1.70, uzuni 2.70, mol tashish uchun bir mosli. Bortning balandligi 60 sm, yush o'tkazsam 60 boldan 1.10 bo'ldi. Xudo xolasa bu prinsipimizni o'zimizning Xorazm viloyati Hazaras tumani Yangi bozor qishlog'iga berdik. Kimga shunday prinsiplar kerak bo'lsa, ekranda telefon nomerlarimizni qo'yamiz, murojaat qilaverasizlar. Yine bir xato prinsipimizni obzor etib o'tsak, 4 tarafi ham shuyildir bo'ldi. Rotor 15liklar setda balolar bilan. Ikkalasi ham bir xil bo'lib chiqdi. Qalin listlardan qilib berdik, yon listlardan 4ta profillardan Chrome chiroyli qilib berdik. Yangi stoplar ham yaxshisidan qilib berdik. Taglari 3,5 cm qalin pol qilib berdik. Yine neyselarni ikkisini ham bir xil qilib kamasharoylar bilan ustanka qilib berdik. Yana birina belkasi, yana bir kuzov nomer. Molning oldi tumshkichkadan qilib berdik. Yine prinsiplarimiz ko'p. Kelaverasizlar. Zakaz asosida ishlab beramiz. Tayyor prinsiplarimiz ham bor. 1 mosli, 2 mosli. Kimga shunday prinsiplar kerak bo'lsa, yana kimga shunday prinsiplar kerak bo'lsa, tayyorlab beramiz.